Ademi? Bu ilonda o'rishchasiga aytganda Южноамерикан тигровый питон. O'zi aslida ola-bula bo'ladi bu ilonlar. Lekin bunaqa sariq ilonni 150 ta 200 ta tuxumli ichidan bitta chiqadi. Ya'ni 5 yilda 8 yilda bir marta shunaqa ilon keladi. Ana shu noyob ilondan birini ko'ramiz. Bolalarimiz o'zlari o'qib, o'zlari o'qiydi. To'g'ri, bilik so'raydi. Tizimli, ishonchli. Biz bolalar bilan bir esdalikka suratga tushsak bo'ladi. Xohlagan, qiziqqan, bizda fotoğraf yigitlarimiz bor. Suratlaringiz 10-15 minutda tayyor bo'ladi. Men jimondan qo'rqmayman, o'zim ishlab tushaman deganlar ham bor. Qo'rqadiganlar bilan bizning yigitlarimiz birga tushadi. Jilan bilan napamitni suratga tushaman deganlar. Bizim Kristiyaniyalarni tugagan